bo'ldi o'ynamaylikchi sizdan o'tinib qolay. Ansirma. Ko'nglimda samba, ha? Madina, to'xta. Tat 3. Menikidan cho'nglar bormi? Arman xona bo'ldi. Raqatam. Voy, kep qapsizlar-ku. Bu tunagi kechda 200 ming uftirdi. Bugun yo'qyatib uftoq deb yurishing keldi. Tunugun ayolim 200 ming uftirib o'tibdi. Men bugun shuni qaytarib olaman. Intayin yaxshi. Omad bilan opat bir tuqqanda bugun cho'qim omadingiz keladi. Gapni oz qil. Bu ichki saroy yana bizga pul puturmaydi ekan-da. Yaxshimisan aka? Bugun bak yaqin do'stimdan birini boshlab keldim. Uning ayoli 200 ming uftirib o'tgan. Bugun uftoqsi baxshaydi. O'rin bormi? Bu manti, qani kira. Ma'qul. Bo'lgan bo'lsanglar ochiman juma. Cho'q. Kichik. Isir yangdim. Kichik bolani aldaydigan hunarda. Yo'qot. Anangni. Voy, silkansizg'a. Anangni? Siz o'ynang. Nertrey. Sajin param qoidasi qandaq? Bir qo'ydan o'ynaymiz. 10 qo'ydan tikimiz. Eng yuqori cheki 100 qo'y. Eng oxirida 2 odam qolganda ochimiz. 2, 3, 5 to'zlimi olalaydi. Musajaka. Mo'shachilik qoidasini bilmaysiz? Bak murakkabga. Men o'ynab boqmagan. Hech qisi yo'q. Bu Zajinxa degan narsa-chi. Shunchalik oson. Haras. Fatima tunugun osonda o'rgan. Bilmasangiz so'rasangiz bo'ladi. Ma'quldan bo'ldi o'ynamaydi, uyga qaytib ketaylik. Bo'ldi qilib. Men siz o'tirgan pulning hammasini qaytarib kelaman. Men endi hargiz o'ynamayman. Men sizga bo'ldi qiling dedim. Endi oshirib o'tmang, ha? 100 berganni biling. Mushundaq yaxshi kunlarda Musajon akamni o'ynagan qo'ysang bo'lmadi. Biz aran bir qo'ydan o'ynagan tursak, qanchalik futurib ketadi? Musajon aka, qani qarshilama. Silashinglar. Voy, qaramaylik tikib etamsiz? Men buni o'ynab boqmagan. Tuzuk bilmaydi ekanman. Shunga yanala ta'limga qarab boqay. Qani meni ko'rib boqar. Tegib yurgan kursi yuzlarda qoidalarni kechirib qanday qilib ish qismi pul bo'ladi ekan. Men kechdim. Xo'sh, Musajon akam aran bir o'ynaganda, agashmisam qanday bo'ladi? Menma agashdim. Agashmayman. Bu Musajon deganni tegilakdi. Qarasam ancha aqlli ko'rinadi. Necha megan kuzatib boqay. Musajon aka, qartangizni yechaman. Ma'qul.